Necha pulda olasiz buni endi? Necha pul olasan? Sansiramasdan gapiravering. Holatlari ideal ekan. Hop, 102 ta sikl. 256 talik korobkalari bor. Necha pul qilib berasiz? 1,5 ming dollar. 256 talisimi? O'zi 1300 u yengisi. Sal kelishtirib eting. Hop, ayab ishlatgan ekansiz. Holati tiniq ekan. Chiroyliroq narx qilib bering. Shuncha keldim oldingizga sergili turar ekansiz. Necha pul bo'ladi yana narxi? Ayting, 1000 dollar bersam bo'ladimi? 1100? 1100. Ne, undan kam bo'lmaydimi? Yo'q. Garantiya berasizmi telefonga? Beraman. 100%? 100%. O'zi rozimisiz 1100 ga? Roziman. Ha, shu 1,5 ming deb yomon qildingiz lekin bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sanab oling pulingizni. Sansirab tashildi. Xudo xolos kimlik shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa o'zimiz borib olib ketamiz. Biz bemalol aloqaga chiqsak bo'ladi. Buni tekshirib olaman faqat. Chetroq tekshirib olaman-da. Yuring, tekshirib olaman.